Jannatdan o'zingizga joy qilish xolismi? Uning uchun shu odamlarga yordam qilishinglar kerak bo'ladi. Bu opamiz nogiron bo'lib qolgan ekanlar. Mana shunaqa pashshalarning orasida o'zlari necha yildan beri yotar ekanlar. Onalari bo'lsa bu qizga qaraganlar, lekin kuchlari yetmasdan insult bo'lib qolganlar. Umuman qimirlamaydigan ahvolga yetib qo'yganlar. Bularga qaraydigan odam yo'q. Shuning uchun saxiy boylarimiz bo'lsa, mabodo kartangizni bitta burchagida qolib ketgan ming so'm pul bo'lsa, shularga tashlab yuboringlar. Sizlardan iltimos qilib, yolvorib so'rayman. Juda qiyin ahvol hozir mana tashqarilarni ko'rishingiz mumkin, hovlilarni ko'rishingiz mumkin. Yashashga juda qiyin ahvolda. Yordam qilinglar qo'lingizdan kelgancha. Biz shu joyga sizlar ko'ringlar deb keldik. Bunaqa sharoitda sizlar 100% yasha olmaysizlar. Shuning uchun shu odamlarga yordam qilaylik. Hamma birlashib, kartangizda ming so'm pul bo'lsa ham shu insonlarga tashlab yuboringlar. Karta raqamlarini qoldiramiz, telefon raqamlarini qoldiramiz.